kechqurun kech uyquga yotganimga qaramasdan qalbimda Robbimdan ertalabki bomdod namoziga qiynalmasdan turib olishni so'ragandim. Alhamdulillah, bomdod namoziga turib vitaminlarimni ichib tahorat olib namozimni ham o'qib oldim. Stories va reelslarimda qayta takrorlayotgan 30 kunlik challenge'imni bugun bismillahirrohmanirrohimda birinchi kunini boshladim. Bu 75 hard challenge'ini o'zimga moslab qisqartirilgan varianti va men uni ibodatga qaytib nomli 30 kunlik challenge deb nomladim. Nima uchun 75 hard challenge'ini qisqartirishimiz sababi yil tugashiga bor yo'g'i bir oydan ko'proq vaqt qoldi. Nasib yangi yil yanvar oyidan 75 hard challenge'ini ham boshlayman. Hozir bo'lsa 30 kunlik challenge'dan asosiy maqsad ibodatga to'liq qaytish, zikr va duolar hamda kitob o'qish bilan ichki taraflama, to'g'ri ovqatlanish va me'yorida sport bilan tashqi taraflama ham o'zgarish. Challenge'da siz ham men bilan birga dugona sifatida qatnashib, 30 kun avvalgi holatingiz qanaqa edi-yu 30 kundan keyin qanaqa holatga o'zgardingiz, buni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz, shu bahona ibodatlaringizni ham mustahkam qilib olishingiz mumkin. Challenge shartlarini storiesim orqali agarda o'chib ketgan bo'lsa, aktualnidagi challenge papkasi orqali o'qib olishingiz mumkin. Ruhan va qalban o'sib, qalbingizda sakinat hosil bo'lishi uchun va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.